Hurmatli kanalimiz obunachilari, bugungi video obzorimiz aniq betonchi ustakalarimiz uchun kerak bo'ladigan apparatlarimiz haqida bo'ladi. Videoni oxirigacha kuzatib borsalaring, steshkalarimizni ustuni silliqlab berishga mo'ljallangan vertolyot apparatlarimiz hamda steshkani ustuni tekizlashga mo'ljallangan vibroreka apparatlarimiz haqida to'liq ma'lumot berib, narx-navolar bilan birgalikda tanishtirib o'tib ketaman. Steshkalarimizni ustuni tekizlashga mo'ljallangan vertolyot apparatlarimizda har xil variantlardan do'konimizga yetib kelgan. Vertolyot apparatlarimizda razmeri eng kichkinasiniki 60 sm, 80 sm hamda 1 metrlik variantlarda bo'ladi. Bu vertolyot apparatlarimizda ustida ko'rib turgan motorlaring 7,5 ot kuchiga ega bo'ladi. Uchalasiniki ham bir xil bo'ladi. Narxlari nimaga qarab farqlanadi degan akalarimiz uchun tagidagi reduktorlariga, o'zini charxlariga hamda shpatillariga qarab narx-navolari oshib boraveradi. Bu vertolyot apparatlarimizda narx-navolariga keladigan bo'lsak, $200 boshlab $350 bo'lgan variantdagi vertolyot apparatlarimizni bemalol do'konimizda kelib xarid qilsalaring bo'laveradi. Vertolyot apparatlarimizning ishlash jarayonlari video oxirida bo'ladi. Vibroreka apparatlarimiz rekalarini uzunligi 1,5 metr bo'ladi. O'zini dastalarining uzunligi 1,35 bo'ladi. Ko'rishlaring mumkin. Оборот legrovkali variantlarda bemalol оборот legrovkalarini qilib foydalansalaring bo'laveradi. Vibrator motorlar bilan jihozlangan variantda bo'ladi. Akkumulyatorlarini bemalol 5 soatgacha tindirmasdan ishlatsalaring chidab yetib beraveradi. O'zini zaryadniklari ham o'zini komplektidan chiqadi. Shu apparatlarimiz kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video tagida nomerlarimizni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqib zakaz berishlaring mumkin. Kanalimiz obunachilari uchun aytilayotgan narxlardan chegirmalarini qilib, arzon narxlarda qilib beramiz. Apparatlarimizning ikkalasini ham ishlash videolarini bemalol ko'rishlaring mumkin. Ma'qul keladigan bo'lsa, zakaz qilsalaring 12 davlat bo'lib dastavkalarini qilib beramiz.